O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy lichniy расклад qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppda aloqaga chiqsanglar bo'ladimi? Unda boshqa sayt yo'q. Так, o'rtoqlar, energiya обмен qilishni unutmaymiz. Bitta like, подписка sizlardan. Bugun ikkita karta, yangi karta tanlov qilaman. Bu birinchi kartam. Bu birinchi kartam. Ikkinchi kartam. Ikkita karta. Qaysi biriga ko'nglingiz tortsa, o'shani tanlaylar. Kartamga savolim bo'ladi. Asobiy hech qanaqa bir savol bermoqchi emasman. Qarshingizga chiqdimi, bu narsa tanlov qildingizmi, siz uchun bo'lsin. Ketdik. Tak, o'rtoqlar, bu kartamni tanlaganlarga. Tak. Shaxsiy hayotingiz bo'yicha biror bir aniq narsa ayta olmayman, chunki bu общий расклад, o'rtoqlar, kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Lekin bitta narsa ko'p chiqyapti. Hayotingizda kim bo'lishidan qat'iy nazar, xoh dugonangizmi, xoh qarindoshlaringizmi, xoh o'sha aqlingizdagi insoningizmi-da, hammasi maskada sizda. Sizda hamma insonlar oldingizda boshqa, orqangizda boshqa bo'lib chiqyapti. Bulaf bu degani bilasizmi? Hayotiy pozitsiyangiz yokida ishlaydigan ayollar, qizlar ko'rayotgan bo'lsa, ish pozitsiyasi, hamma narsa xullas bir xil ketyapti sizda. O'zgarishlar xohlayapsiz, o'zgarish bo'lishini kutyapsiz, lekin hech nima bo'lmayapti. Hammasi tekis ketyapti. Yaxshi yomon, yaxshi yomon, yaxshi yomon shunaqa bo'lyapti-da. Bir kun yaxshi, bir kun yomon, bir kun bir tekisda yaxshi ham bo'lmayapti-da sizda. Va ko'p insonlar hayotingizda yolg'onchi va ko'p insonlar faqat sizdan manfaat talab qiladi. Ya'ni sizni foydangiz tegsa, siz bilan zo'r bo'lishyapti. Siz qandaydir foydangiz tegmasa yokida biror bir narsaga yo'q desangiz, srazu o'sha ko'ryapsizmi? Qo'lida o'sha sumkasini olib yoki narsasini olib srazu ketishyapti. Chunki asl yuzligini ko'rsatishmayapti-da, har doim maskada, ko'ryapsizmi? Maskada. Bu bekorga bunday karta chiqmayapti. Hayotingizda ko'plar maskada sizda. Tak. Pul borasida ham chiqyapti. Stabilniy. Pul borasida stabilniysiz. Boya aytib o'tganimdek, na zarplatangiz yoki oshadi, na qo'shimcha bir doxod bo'lyapti. Shaxsiy hayotingiz o'sha ko'ryapsizmi? Shaxsiy hayotingiz. Xullas, bu kartani tanlaganlar o'rtoqlar, na ayol emas, na buyol emas, hamma narsangiz chiqdi. Aniq bir общий bir расклад qilmoqchi edim, lekin bunga nimagadir bu kartani tanlaganligi xuddi bir общий расклад emasda, lichniy раскладga muhtojdek bo'lib chiqyapsiz. Chunki savollaringiz juda ko'pda. O'zingizni ichingizda beraveryapsiz. Misol uchun, nimaga bu bo'lmayapti? Buni qilsam bu bo'larmi? Yokida nimaga bu inson bilan bo'lmadim? Yokida bu inson nimaga meni aldadi yoki yarim yo'l tashlab ketdi? Shunday savollaringiz ko'p bo'lyapti siz. Xuddi bu kartani tanlagan insonlarga xuddi lichniy расклад kerak va shartdek tuyuldi. Ketdik endi bu kartani tanlaganlarnikini ko'ramiz. Bu kartani tanlaganlar ko'proq siz oilali chiqdingiz va menimcha farzandingiz ham bor. Farzandingizni yoshi biroz kattaroq chiqyapti. Ya'ni maktab yoshidan sal kattaroq farzandingiz bormi? Shu yoshdagi ayollarga tegishli bu videoyimda. Nimagadir siz xavotirdasiz. Siz ko'proq ish yoki shaxsiy o'zingizni hayotingiz emasda, farzandingizni hayoti haqida nimagadir xavotir bo'lyapsiz. Tak, bu kartani tanlaganlar xuddi sizda shunday vaziyat bo'lyaptimi? Farzandingizni uyda turmushga berish yoki uylantirishmi harakatida yuribsiz yoki nimagadir farzandingizni baxt yo'limi ochilmayapti yoki to'siqmi? Ko'p
bu kartani tanlaganlar ko'proq farzandini o'ylayapti va farzandidan xavotirda chiqyapti. To'g'ri. Ko'proq butun fokusingiz farzandingizda chiqyapti. O'rtoqlar, hozircha shu. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.